Assalomu alaykum akalar, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilarimiz. Xudo xolasa sizlarga 12-mart bugun xudo xolasa sizlarga skuter olamidagi yangiliklar bilan yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Narxlar o'zgardimi, o'zgarmadi? Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kanalimiz rivoji uchun shu like, komment yozib yuboringlar. Like bosib, kommentga yaxshi so'zlardan yozib yuboringlar. Xudo xolasa biz shundan ilhomlangan holda arzon skuter motor narxlarini chiqaraveramiz. Negativchilarni fikrini ham inobatga olamiz. Xafa bo'lmaymiz, lekin so'kinmasdan to'g'ri ochiq gapirishsin bizga. Biz uni to'g'ri qabul qilib, xatolarimizni to'g'rilashda davom etamiz. Endi xatolar bo'ladi. Qisqa nima qo'ldan kelgancha misol obzor qilib beryapmiz sizlarga. Rivojdan gapirib o'tamiz. Motorlarimizni stakanchidan boshlaymiz. Xudo xolasa stakanchi modelimiz. Narxlar o'sha, buniki o'zgargani yo'q. $600. 6 ta 32 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Xudo xolasa Bluetooth kolonka, oldida labovoyi bor. Temir diskalarda bu. Xudo xolasa 8 diskali variantimiz ham kelyapti yo'lda. Xudo xolasa kelgan Nozimjon. Kelgan ekan, endi yig'ish jarayonida ekan. Xudo xolasa 4 xil rangi bor. Menimcha hozir bir 2 xil, 3 xil qoldi bu stakanchi modelda 300 kilolikda. Narxi $600. Xo'p, navbatdagi skuterimiz 300 kilolik. Stakanchida sal borti balandroq bo'ladi. 2 eshikli esa. 2 eshikli, 2 tomoni ochiladi. Oldida jetkis tormoz o'rnatilgan oldiga. Bluetooth kolonka, oldiga kichkina labovoychasi bor. Sirenalargacha bor buni. Poligi bo'ladi, kaska, damkirat kulich. Hamma yo'g'i bo'ladi. Buni narxi $700. Hop, keyin buni qulay tomonlari motori mingli bo'ladi buni. Ro'zmat aka. Ikkalasining miya motori mingli bo'ladi. Ikkalasi ham passajir holatda, ham gruzovoy holatda bo'ladi. Tog'li joyda yashaydigan klientlarimiz olishyapti, tezligi zo'r ekan deyishyapti podyomga. Bularni xursand bo'lib minishyapti-da. Bizga aytishyapti, zo'r ekan tezligi, qiynalmayapti deyishyapti. ba'zilarga tezlik ham qilyapti lekin. Ba'zilarga tezlik ham qilyapti uni. Navbatdagi skuterimiz 400 kilolik bo'lib, mingli motor miya bilan jihozlangan, akkumulyatori 5 ta 45 lik bo'ladi. Yangicha dizaynda, bu yangi kelgan model, soni cheklanib qoldi buni. O'tgan safargi videodan ko'rib ancha xaridorlarimiz olishdi, mamnun bo'lishdi uni. Yangi model mana 95 eni. Hop. Bort uzunligi 1.30 mana ko'rib turibsizlar. 1.30. 1.30 ga 95. Tor joylarga mo'ljallangan. Orqasi sidinasi ham bor. Orqalari sidina bo'ladi. Bemalol farzandlaringga olib bersalaring ham shu ishlaringga, misol yoz kunlarida haydab yurishaveradi. Apasni emas. Tormozda joyida buni. Bluetooth kolonkalari bor. Xudo xolasa. Ixcham model. Oldida kichkina labovoychasi bor. Chaqqon modelda bu. Motori ham zo'r ishlaydi. Navbatdagi skuterimiz 1 tonnali bo'lib, yangi dizaynda ishlangan. Bu ham 6 farali deyiladi. Motor miyasi 1800 watt. Oldida labovoylari bo'ladi. Oldi tormozi jetkisli bo'ladi buni. Resor, qo'sh resor. Qo'sh resor, 4 silindr. Nimasi 4 silindr bo'ladi. Bort ko'tarishi. Yo'llari kapalak bo'lib ochiladi. Yo'llar, bortlar kapalak bo'lib ochiladi. Tent ta'dilni. Mana shu tentli holati bilan ham sotaveramiz. Hozirgi holati $1150 bo'ladi. $1150. Tenti bilan. Bunisining narxini aytmadingiz? Buni narxi $800. Bu taqalgan narxi bular. Oxirgi narxi. Oxirgi narxi. Buni narxi tensiz olaman deysa $1050. Agar tentini ham qo'sha olaman deysa, uni $1150 qilib beramiz. Bo'lib turibsizlar. Uyaltirmaydigan narsa, bexijolat. Musofirdaglar ham telefon qilishaversin. Mana shundan kerak. Qanaqa ranglari bor deysa, ranglarini ko'rsatamiz. 4 xil rangi bor buni. Ballonlari aytgan joylariga chiqaveramiz. Ballonlari razmeri 500 ga 12 ballonlarda bo'ladi. 1800 motor miya. Akkumulyatori 70 lik bo'ladi 6 ta. 6 dona. 6 ta 70 lik bo'ladi. Motori kuchli buni. Pannejnilari ham bor buni. Navbatdagisi samasval bo'ladi, 1 tonnali. Xudo xolasa, bu uyaltirmaydiganidan. Komplektida hamma narsasi bor. Akkumulyatorlar soni 6 ta, 70 amperlik bo'ladi. 500 ga 12 ballonlarda. Ro'zmat aka. Oldida kichkina labovoychasi bo'ladi.
arqa tomonga passajir o'tirish uchun sidina ham mana bu yerga moslab ketilgan mana. Bu yotadi bu tomonga. Bortlari ancha baquvvat. Agar sizlarda mol nimalaring bo'lsa, go'ng tashigani, mana o'tin tashigani mana sizlarga qulay variant. Bu samasvali varianti mana shu joyda suyuqlik turadi, o'zining suyuqligi. Yog'i turadi. Bu Bittan boshqariladi. Qovurish uchun boshqaruv moslamasi. Barcha qulayliklari mavjud. Bordlari ham Yonga ochiladi. yonga ochiladi, ham juda baquvvat bo'lib ishlangan. List qari. Xudo xolasa 1800 motor miyada bu. 670 li akkumulyator. Buni bo'ladigan narxini Ro'zmat aka $1300 qilib beramiz. $1300 topilgan. Oxirgi narxi. Qora ko'k ranglari bor. Uyaltirmaydigan narsa, tekshirib olaverasizlar. Vodiy ichida bo'lsalaring, misol biz o'zimizning mashinalarimiz bor. Dastlabki qilib beramiz, dastlabki xizmati pullik. Borgandan keyin shopirga to'lovni qilib olishaveradi. Ro'zmat aka. Agar vohaga bo'lsa, o'zlari shopir gaplashadi yo biz gaplashib beramiz. Zakilat tashlashadi oldindan. Zakilat tashlab berishgandan keyin bir $100 mi, $50 mi shopirga chiqarib beramiz. O'sha shopirdan berib yuborishaveradi pulini. 4 faraligimiz. Xo'p, 4 faraligimiz bu 500 kilolik bo'ladi. Mana farqini ko'ringlar. Ko'rsating Ro'zmat aka. Yonidagi mana 1 tonnalik. 1 tonnalik bilan narigini farqini ko'rsating. Enini. Xo'p, bu 500 kiloligimiz bo'ladi. Buni oxirgi bortini eni 1.10 bo'ladi. 1.20 bo'ladi. Mana o'lchaymiz buni. 1.10 ekan. Ro'zmat aka. 1.10. 1.10 ga hop. 1.10 ga 1.60. 1.10 ga 1.60 bo'ladi. 1.10 ga 1.60. Bular 1.30 ga 1.80 bo'ladi. O'lchab ko'rsataylik. 1 tonnaligi o'lchayapman hozir. 1.30. 1.30. 1.30 ga 1.80. 1.80. Bu 500 kilolik, bu 1 tonnalik. Hop, 500 kiloligimizni to'liq tushuntirib ketaylik, Ro'zmat aka. 500 kiloligimizni motor miyasi 1200 watt bo'ladi. Akkumulyatorlar soni 6 ta 52 amperlik bo'ladi. Motor 72 voltlik bo'ladi, bular kuchli motorda. Yo'llari kapalak bo'lib ochiladi. Bortlarning yonga ochiladi. Qo'shimchalar nima bor? Qo'shimcha poli, kaska, jilet, damkrat, kulich, zapaska balon hamma yo'g'i bor. Buni oldiga labo'yi beramiz, yomg'irda kiyadigan kiyimini beramiz aka. Xudo xolasa. Taqalgan narxi? Taqalgan narxi $900. Buni 4 xil rangi bor. Tanlab olishaveradi. Telefon qilsa chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor, pullik. Yashil. Shunaqa ranglari. Hop, penta ham bu 500 kilolikga mo'ljallangan. Bu o'zimizda Qo'qonda chiqmaydi yo O'zbekistonda chiqmaydi. Bu отдельный особый Xitoydan keladi bu. Shu motorlar uchun biz yasatib olib kelganmiz, xudo xolasa. Tenti bilan oladigan bo'lsa $1000 qilib beramiz. O'zini olaman deysa $900 qilib beramiz. Hop, navbatdagi motorolimiz 6 farali tank balon deyiladi. Buni ko'rsating. Tank balonlarda 1800 motor miya, 670 li akkumulyator, damkrat, kulich, poli, kaska, jilet, yomg'irda kiygan kiyimi, oldiga kichkina labo'ychalarni qo'shib beramiz. Bunda silindri 4 ta, amortizatorlar 4 ta, prujinalari 4 tadan, Risollari 4 tadan. Risollari 4 tadan. Oldida GTX tormoz bilan jihozlangan. GTX tormozlik. Parod qilmaydiganidan. Bluetooth kolonkalar mavjud. Xolasa. Bunda ham 4 xil rangi bor. Narxi taqalgani $1100 qilib beramiz. Telefon qilaverasizlar, xohlagan 4 xil rangi tanlagan 4 xil ranglarni chiqarib yuboramiz. 4 xil rangi bor, chiqarib yuboramiz dastlabki qilib, xudo xolasa. Dastlabki xizmat pulli. Navbatdagi motor 4 faramizda 1 tonnaligi bu, ha? 4 faralikda 1 tonnaligi. Bortlari 1.30 ga 1.80 bo'ladi. Xuddi shunday. Miya motorlari 1500 watt bo'ladi. Hop, balonlari 512 balonda bo'ladi. Zapaska balon, damkrat, kulich, kaska, jilet, polik, oldiga labo'ychalarni qo'shib beramiz. Qo'shimchalari. Akkumulyatorlari
670lik bu ham. To'rt faramizni narxi $1000 qilib beramiz, oxirgi narxi. Agar mana shuni tank balon qilib beringlar deysa, $50 qo'shiladi. 1050 bo'lib qoladi. 1050 bo'lib qoladi. To'rt xil rangi bor buni ham. Aloqaga chiqish so'radi, xudo xolasa yetkazib berish xizmatini ham hali gaplashib olamiz, pulli bo'ladi aloqa. Borgandan keyin ham misol to'lovini qilsalaring bo'laveradi sizga. Uzoqroq joyda bo'lsalaring zaklab tashlayverasizlar. Mana bunisi o'sha o'zimizning mashhur sinovdan o'tgan Luyang modelimiz. Buni chiqarmay qo'yaveraylik videoga, Ro'zmat aka. Bundan 5-6 ta qoldi xolosda. Chiqaraveraylikmi? Yo'q, endi 5-6 ta bo'lsa ham nasib qilgan olaveradi. Bundan 5-6 ta qoldi. 500 kilolik ramasi butun oxirigacha ketgan modelimiz. Mana shu. Rosa trendga aylandi, ammo bu model baquvvat model hisoblanadi. Buni o'zini narxi $800, yoniga tentini ham qo'shib olaman desa, buni $900 qilib beramiz. Tentlarni ham ko'rib turibsizlar. Yomg'ir, suv o'tkazmaydi. Bemalol ishlaringga haydaverasizlar. Xudo xolasa navbatdagi motorolimiz 1 tonnalik Avalon deyiladi. Ko'k, mana ko'rib turibsizlar. Baquvvat model. Ramalari mustahkam, buni soni cheklangan, buni ham o'tgan safargi videodan ko'rib rosa olishdi klientlarimiz ham. Xolasalaring akkumulyatorsiz ham qilib beraveramiz. Mana shuni $600 ga beraveramiz akkumulyatorsiz. Xolasalaring 50 ta akkumulyatordan 6 ta qo'yib beramiz, $900 bo'ladi. Agar 70 li akkumulyator qo'ydirmoqchi bo'lsalaring ham qilib beraveramiz buni. $950 qilib beramiz narxini. O'zmat aka. Tank balon qo'yib berishsiz. Tank balon ham qo'yib beraveramiz, $1000 bo'ladi. Tank balon qo'yib beramiz. Tank balon 70 li akkumulyator qo'yilsa $1000 bo'ladi. Agar balon o'ziniki bo'lib 52 akkumulyator bo'ladigan bo'lsa $900 bo'ladi. Xuddi shunday. Do'galarni ko'ryapsizlar va shu baquvvat qilib ishlangan, bemalol devorlarga, darvozalarga bemalol ursalar ham bo'laveradi. Zapchaslari ham bor bizda. Hurmatli kuzatuvchilar, bular 1 yil 2 yildan buyon sotilyapti shu model, mana shu ikkala model. Birorta muammo bo'lgani yo'q. Mana shunaqa. O'shaning uchun shuni sinovdan o'tgan deb o'shaning uchun aytyapmiz bu narsani. Bortlari ham qalin buni. Tanlov o'zlaringdan. Tanlov o'zlaringdan. Navbatdagi mana trendga aylangan motorolimiz. Avalon splashnoy tom deyiladi. Tomi bor. 1500 motor miya, tank balon, 670 li akkumulyator bilan jihozlangan. Komplektida shu zapaska baloni ham bor. Zapaska baloni kichkina bo'ladi faqat. Buni oldini razmerida qangi bo'ladi. Bu orqaga ham tushib ketaveradi. Vaqtinchalikda u yetib olishga. Buni Xudo xolasa buni narxini $1050 qilib beramiz, oxirgi narxi. Oxirgi narx. Oldida elektronniy dvorniklar bilan jihozlangan. Velosipedni oling, velosipedni. Velosipedimiz bor. Zaryadi bo'lsa ko'rsataman. Bunda ikkitami qoldi. Zaryadi yo'q ekan buni. Zaryadi boridan. Xullas, mana shuni chustda $500 sotishyapti-da, Ro'zmat aka. Bu ham e'tibor beringlar, Luyang model. Ramalari baquvvat, alyuminliga. Alyuminli ramada. Luyang Motorol Diskalari ham alyumin. Diskalari alyumin. Yengil velosiped. Pedallari ham baquvvat, pedalli dugalari ham. Motorol ishlab chiqargan zavod chiqarganda buni. Luyang. Juda baquvvat narsa. Baquvvat narsa. Xo'p, navbatdagi motorolimiz 1,5 tonnalik kabinali bo'ladi. Ro'zmat aka. 570 li akkumulyator bilan jihozlangan bu. Tomida luklari bor. Mashina rullik. Xudo xolasa bular ham mashinalarga o'xshab haligi gaz tormizda. Pedallarni ham bir ko'rsatib qo'ying. Ichlarini. Bortlari 220 bo'ladi, 512 balonlarda. Damasi baloni ham tushib ketaveradi, Ro'zmat aka. Damas baloni sho'ra 12 razmerda diskasi. Pechkalari bor tagida. Tagida pechkalarni ham ko'rsatib qo'ying. Pastda pechkasi. Pastda ko'rsating, pechkasi bor. Xudo xolasa.
Panejinilari bor ekan. Panejnilari bor. Avtomat korobka. Avtomat korobka. Buni agar sizlarga Eshigi Damas'ning eshigidan yaxshi berkilar ekan lekin. shunaqa. Meni ham ko'rsatib beraveramiz. Kommentda yozib ketinglar. Meni agar qaysi biri skuterimizni misol ko'rib qiziqqan bo'lsalaring, mana shuni test drive qilib haydab ko'rsatib beringlar desalaring, haydab ko'rsatib kanalimizga joylab qo'yamiz kerak bo'lsa. Bizga qiziq, shunaqa nimalarni aytinglar. Negativchilar ham yozishyapti, kamchiliklarimizni aytishyapti. Biz ularni to'g'ri tushunib, to'g'ri xulosa chiqaryapmiz ulardan. To'g'rimi Nozimjon? Tritsikillarda. Lekin so'kmanglar. So'ksalaring Ro'zay Ramazonda so'kinmasin gapinglar. Endi mana bu skuterlar ko'rsatamiz. Hop. O'sha skuterlarimizni aslatga demaymiz. Chegirmaga tushgan skuterlarimizni sizlarga mana ko'rsatib o'tamiz. 15 xil, yo'q, 10 xil ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 xil turdagi mana skuterlarimiz, 10 xili bor. Ular chegirmaga tushgan. Akkumulyatorsiz olsalaring $200 qilib beramiz. Akkumulyatori bilan $300 qilib beramiz. Mana shundan bu tomoni chegirmaga tushganlar. Shu tomoni. Chegirma. Bundan bitta qoldi, buni ham arzon qilib beramiz. $350 qilib beramiz. O'zi 450-500 sotilgan. Kelib ko'rib tanlab olaverasizlar. Xudo xolasa behijolat tekshirib nima qilib beramiz. Chegirmaga tushmaganlarining narxi nechi pul? Bular mana bunisi bor, mana yangilik kelgan. Oldi jitkisi bo'ladi. Bularimiz mana bo'ylarini ko'rib turibsizlar, ancha baland qilib ishlangan, 2026 model. Bularimizni narxi 5 ta akkumulyatorli $380, 6 taligi $400 bo'ladi. Sovg'alarga, misol farzandlaringga olib bersalar ham bo'ladi. Haligi qo'y boqadigan akalarimiz telefon qilishyapti. Mana shundan olib tog'larga minib chiqib ketsak bo'ladimi deyishyapti. Bo'ladi aka. Ular ancha tog'da ham yuradigan, o'zini ko'rsatadigan skuterlar bo'ladi aka. Xudo xolasa qulayliklari ko'p. Ayrimlarni Bluetooth kolonkalarigacha bor. Buni ular ko'ryapsizlar, mana sportivniga o'xshagan modellarimiz. Yumshoq, yamali, tog'li joylarda oldilarini ko'tarib olib haydasalar ham bo'laveradi. Yaxshi. Chegirmada $200 dan akkumulyatorsiz. Akkumulyatori bilan olaman desalaring $300 dan. Endi ba'zilari haligi skuteri bo'ladi. Chegirmadagi skuterlarimizda miya motorlari qanaqangi buni? 500 vatli bo'ladi. 500 vatli. 500-400 vatli bo'ladi. Baquvvat. Bu yangilarimizniki? Yangilarimizniki ham shunaqa bir xil motori. Motori bir xil. Просто diskasi katta buni. Baloni Cherokee chiqqan. Oldi jitkisi tormozli. Endi korpuslari yangilanganda. Tritsikillarimizni bir qator gapirib o'tamiz. Tritsikillarimiz, xo'p, bir boshdan ketaveramiz. Xo'p, mana bunisi ayollarga, yoshi katta insonlarga, otaxon, onaxonlarimiz bor modelimiz kelgan. Buni 4 xil rangi bor. Buni oxirgi taqilgan narxi $500 qilib beramiz. Istalgan joylaringga dastlabki qilib chiqib olamiz. Dastlabki xizmatda pulli. Xo'p, navbatdagi modelimiz 2 qatorli bo'ladi. Orqasi 2 kishilik. Yuk ham ortsalar ham bo'laveradi bagajiga. 300 kilogrammgacha ko'taradi mana shu. Orqasiga, yukka 300 kilogrammgacha ko'taradi. Qiynalmay harakatlanadi. Buni narxi $750. Motor miyasi 1200 vatli bo'ladi. Diskalari temir diski. Temirdan. Hop, keyingi modelimiz mana yangi keldi, xudo xolasa. Bularimizni $650 dan qilib beraman. 1200 vatt motor miya bilan jihozlangan. Ro'zmat aka, rasa mana sezonlar kelyapti, yozdim. Rasa hali shaharda issiq bo'ladi-yu. O'sha paytda bitta ko'chaga chiqib, bog'-o'roqlarda, mahallalar aylanib kelib, salqinlagani zo'r narsa mana shu. Narxlari? Do'st yorlar bilan birga hech payt chiqib aylanib kelsalar ham maza qilasizlar. Bu $650 ga olganlaring shunday esdan chiqib ketadi. Bu zo'r olgan ekanman. Yonga qopti bu. Deysizlar o'zlaring.
Rahmat aytasizlar aka. Narxi $650. Xo'p, navbatdagi skuterlarimiz mana yangi keldi. Yangi model. Katta diska balonlarda 1200 vattli motor miya bilan jihozlangan. 6 ta 6 tamidi Nozimjon yangiga. Tomli. Mana bu 5 ta 20 amperli akkumulyator bilan jihozlangan, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, dizaynlar o'zgargan, yangi, 4 xil rangi bor. Buni narxini $750 qilib beramiz. Tentsiz narxi. Tenti bilan olaman desalaring, tenti ham bor bularda. $30 qo'shiladi. Ko'rib turibsizlar, ranglarni neobechniy ranglarda. Hop, Keyingi modelimiz Li9. Li9 model bo'ladi. Xudo xolasa, uni 3 xil rangi bor. Buni qulayliklari ancha kengroq bo'ladi. Yuk ko'tarish hajmi ham ko'proq bo'ladi. 100 kilolik odamdan 2 kishi orqaga bemalol sig'adi. Bu 3 kishi ham o'tirsa bo'laveradi orqaga. 100 kilolik odamdan 2 kishi. Patologiyalarni ko'rib turibsizlar. Sun'iy intellekti bor. Bu nimani gapirsangiz faqat xitoycha gapirishingiz kerak-da. O'zbekchani tushunmaydi. Xitoycha gapirsangiz pavorot yoqadi, svetlan yoqadi. Bluetoothga ulaydi. Haqiqatdan ham Li9. Li9 modelimiz. Oldi elektronniy dvornik bilan jihozlangan 3 xil rangi bor. Narxi buni $1000 qilib beramiz. Tenti bilan olsalaring 1000. Birinchi rangi, ikkinchi rangi, uchinchi rangi. uchinchi rangi. Akkumulyatorlar soni 5 ta, 32 amperli akkumulyator bilan jihozlangan, xudo xolasa. Taqalgan narximi bu? Saka diskalarda. Taqalgan narxi $1000. Agar menga yoniga tent ham kerak desalar, tentni zavodskiy tent beramiz. O'zimiz bunga yasatib olib kelganmiz pulga. Shular qo'shib beramiz. $1030 bo'ladi tenti bilan. Xudo xolasa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Ko'rib turgan barcha mahsulotlarimizni muddatli to'lovga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Hop, keyingisi usti ochiq 2 qatorli skuterlarga tentlarimiz bor. Istalgan usti ochiq skuterlarga skuterim bor deb telefon qilsalaring, mana shundan misol sizni skuteringiz razmeriga olib chiqarib yuboramiz. Xudo xolasa, bexijolat. Bunaqa korobkalarda boradi. Labovoy, ichida labovoy bo'ladi, ruchnoy dvornigi bilan jihozlangan. Motorollar uchun tomlarimiz ham bor. Narxi 750 ming so'm. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rganlaringdek Xurshidjon muddatli to'lovga ham beramiz deyapti. Muddatli to'lovgani o'ziga yarasha shartlari bor. To'lov qobiliyatingizni oldin tekshirib ko'riladi. To'lov qobiliyatingiz yetadigan bo'lsa, hech qanday qarzdorlik yoki boshqa narsalar bo'lmasa, o'shanga qarab keyin shartnoma asosida 6 oy, 12 oygacha chiqarib beramiz. Xuddi shunday. Keyin mana bu hozir ko'rsatgan motorollarimizda, skuterlarimizda, tritsiklarimizda hech qaysida akkumulyatori yo'q. Akkumulyatorlarini Kesalaring, yonlaringda ko'zlaringni kelishilgandan keyin mana yangi akkumulyatorlarni ochib qo'yib beriladi. qo'yib beramiz. Sababi buni ochib ishlatgandan keyin bu sho'tchiga aylanishni boshlaydi. O'shaning uchun buni ochmaymiz. Xudo xolasa akkumulyatorlarimiz barchasi yangi. Hammasini o'zining razmeri bo'yicha tartibi bo'yicha qo'yib beramiz. Xuddi shunday. Masofadan turib oladigan bo'lsangiz, Video videolarini qo'yib, Telegramimizga tashlaymiz. Bo'ldi aka deganingizdan keyin roziligingizga qarab chiqarib beramiz.